Samarqandda bir ish bo'yicha ikki xil sud xulosasi. Fuqaro Oliy sud raisi va viloyat sud raisiga murojaat qildi. Tezkor yangiliklar tahririyatga Samarqand viloyatidan navbatdagi murojaat kelib tushdi. Murojaat muallifi Umar va Bashorat o'zining ko'p yillardan buyon davom etayotgan sud nizosi yuzasidan qabul qilingan sud qarorlari o'zaro zid ekanini ta'kidlab, O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Robbaxon Mahmudova hamda Samarqand viloyat sud raisiga murojaat qildi. Uning ta'kidlashicha, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari ko'rilgan ishda bitim haqiqiy deb topilgan bo'lsa-da, keyinchalik apellyatsiya instansiyasi tomonidan ushbu qaror bekor qilingan. Apellyatsiya sudi o'z xulosasida mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud emasligi asos qilib keltirilgan. Biroq murojaatda qayd etilishicha, mazkur masala bilan bog'liq ma'muriy sud ishida mutlaqo boshqacha huquqiy xulosaga kelingan. Jumladan, Samarqand tumanlararo ma'muriy sudining 2026-yil 22-apreldagi hal qiluv qarori apellyatsiya instansiyasidan tomonidan bekor qilinib, ish bo'yicha yangi qaror qabul qilingan. Unda Davlat kadastr palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi Narpay tuman filialining davlat ro'yxatidan o'tkazishni rad etish haqidagi harakati qonunga xilof deb topish to'g'risidagi talab rad etilgan bo'lsa-da, arizachi B. Umarovaning vakili tomonidan berilgan apellyatsiya qanoatlantirilgani qayd etilgan. Murojaat muallifiga ko'ra, aynan ma'muriy sud jarayonida ishga oid muhim holatlar, mulkning huquqiy maqomi va uning tarixiga doir masalalar o'rganilgan. Shu bois, u fuqarolik ishlari bo'yicha qabul qilingan avvalgi sud qarorlarini ham qayta ko'rib chiqish zarur deb hisoblamoqda. Fuqaro o'z murojaatida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 372-2 moddasi talablarini eslatib, sud hujjatini bekor qilish uchun ahamiyatli holatlarning to'liq aniqlanmaganligi, dalillariga to'liq huquqiy baho berilmaganligi hamda moddiy va protsessual huquq normalarining noto'g'ri qo'llanilganini asos bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasiga muvofiq har kim o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqiga ega. Konstitutsiyaning 20-moddasi esa davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyati qonuniylik prinsipiga asoslanishi shartligini belgilaydi. Murojaat muallifi sudlar tomonidan bir xil holatlarga nisbatan turlicha huquqiy yondashuv qo'llanilganini ta'kidlab, bu holat yagona sud amaliyoti ta'minlanishi nuqtai nazaridan huquqiy baholanishi lozimligini bildirgan. U shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining Oliy sud raisi Robbaxon Mahmudova hamda Samarqand viloyati sud raisidan mazkur ish yuzasidan qabul qilingan sud hujjatlarining qonuniyligi, huquqiy baho berish, ishning barcha holatlari to'liq va xolisona o'rganilishi, ta'minlashda hamda qonun ustuvorligi prinsipini ta'minlashni so'ragan. Ushbu maqola tahririyatdan kelib tushgan murojaat asosida tayyorlandi. Maqolada keltirilgan fikrlar murojaat muallifiga tegishli bo'lib, barcha manfaatdor tomonlarning munosabati e'lon qilish uchun ochiqligini ma'lum qilamiz. Sudning qonuniy kuchga kiritilgan hujjatlar barcha uchun majburiy hisoblanadi. Biroq qonunchilikda belgilangan tartibda ular ustidan shikoyat qilish huquqiga saqlanib qoladi.